Assalomu alaykum. Keling. Shu zalga kelyapti o'zi fitnesga. Bo'ldi. Hozir kunlik to'lovlarimiz 30 ming so'mdan, oylik to'lovimiz 350 ming so'm. Bo'ldi, bitta kalit olib bering. Mana soat 11 bo'ldi, xudo xolasa. 10:11 bo'libdi. Trenirovkani tugatib chiqib oldik. Sekin endi makro yopilmagan bo'lsa makroga borib, ertagalik pitaniyalar uchun tarif bu narsalarni olamiz.